到难题，我们会来帮助你。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物遇到难题，我们会赶去帮忙。小分队一定完成它，小分队一定完成它。怪物数学小分队，怪物数学小分队。超级聪明、超级厉害、超级神奇的怪物数学小分队。Gilov tağının bexasligi. Oa, mening Gilov tağam keladigan bo'ldi. Makis, men 8 raqamiga o'zgardim. Ko'rdingmi? 8. 8 raqami? Ha, men tushundim. Sen qarmoqqa 8 raqamiga o'xshaysan. Bak qiziqarli ekan u. Gilov tağam bizni hayron qoldirganligini aytgan. Meningcha u nimidi, ha? Kechirgin Makis, kechirgin Lili. Chirqroq ekran doim meni qo'rqitib o'tadi. Men hayron qilishni yaxshi ko'raman. Chirqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib o'tibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika atritish paydo bo'ladi. Oy! Tushmayacağız Changu efendi ekan. Xayrlik sar. Azroq mı yaxshi emas? Bugun atigadil kayfiyatimni chor. Voy, tushmaysiz Changu efendim odatga qaraganda boshqacha bo'lib qopti. Chunki mening oldin xaridarim boya bir kichik chaqliq mototsiklet setib olgan edi. Kichik chaqliq motosiklet? Men kichik chaqliq motosikletni yaxshi ko'raman. Biroq bu qandoqsiga yamash bo'lsa? Chunki u o'z setib olgan motosikletni haydamabdi. Ha? Yo'q. Xato debdimi? U mening motosikletimni haydab ketibdi. Ha? Ansirmang, tushmayacağız Changu efendim. Motosikletingizni tep beramiz. Men o'z ko'zim bilan ko'rsam, andin ishi nima? Biz izlamoqchi bo'lgan motosiklet ehtimol Moslaviyaning ma'lum bir joyida bo'lishi mumkin. G'alati maxluq matematikasi bizga yordam beralarmi? G'alati maxluq matematikasi har qanday masalani hal qila oladi. To'g'ri, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atritiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askarni so'zga muhtoj. U bizning vazifani o'rinishimizga yordam beradi. Geldi. Bugungi g'alati maxluq matematik askarni so'zi bo'lsa, gruppalash. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'ngilingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Gruppalash. Hozir demaysan-ku bu. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andin degin. Oh. Bo'ladi. Men doim unutib qolaman. G'alati maxluq matematika atritidagilar yo'lga chiqaylik. Kichik chaqliq motosikletni izlab boraylik. Yaxshimisiz? Tushmisiz Changu efendi? Sizlar nima ish qilib qo'shal bo'lib ketdinglar? Mening kichik chaqliq motosikletim yutib ketdi. Faqat quruq motosiklet to'xtash maydonida qoldi. Tushmaysiz Changu efendi. Motosikletingizni bizga tushuntirib bera olamsiz? Ha? Oy. Ha, u qayerga ketdi? Mashinamga o'xshaydi. Bu bo'lsa u xaridor olmoqchi bo'lgan motosiklet. Mening mashinamga bakla o'xshaydi. Biroq mening sariq rangligida. Chaqning shaklim azroq o'xshamaydi. Motosikletingizning chaqning shakli qandaqdi, ha? Chaq ustilik shakllar gruppasiga o'xshamaydi. Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak, biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatma so'zini deyishimiz kerak ekan. Gruppalash, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Gruppalash. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani keldi. Bu g'alati maxluq faqatlar takrar guruhlangan yemeklarni yeydi. Uning mashqi bo'lsa bir taxsi qurut, 3 bilan shaklli go'sht qurti va yumloq shaklli baqqol o'lisi. U ularni jo'ziga to'kidi ham 2-3 bilan shakllik va bir yumloq shakllikni birga tizidi. Ham qaytlab bo'shliq guruhlaydi. Bu g'alati maxluq bo'lsa mushu bo'yicha guruhlab tomoq yeydi. Va, biz cho'qim tahrir guruhini tushunishimiz kerak. Shundalar biz yutib ketgan kichik chaqliq motosikletni topa olamiz. Hey, meningcha men takrar guruhini topganda qilaman. 3 bilan yumloq. Sening deganing to'g'ri ekan-ku bu. Bu bo'lsa gruppalash, takrar gruppishgan. Bu mening motosikletimning qoldirgan izi. Ha, biz mush chaqizga asosan izlasaklar, sizning motosikletingizni topa olamiz. Yaxshi amal bo'ldi. Bo'ldi, g'alati maxluq ishga kirdi. Biz g'alati maxluq matematik hukmini ishlataylik. Oy! G'alva qilmanglar.
Tez berib mening motosikletimni angla. Sen nima ish qilyapsan, Lili? Men bu guruhlangan shaklni sizib olay. Qaranglar. 3 bulon yumaloq, 3 bulon yumaloq. Yaxshi qipsan, Lili. Yuringlar do'stlar, bu guruhlangan shaklga asosan izlaylik. Bu nəhayət asan. Biz tezda motosikletni topa olamiz. Vah, hem uyga vaqtida qaytib, Gilof tog'amdan kirishni saqlay oladigan bo'ldim. U bizni qanday hayron qoldirdi-ki? Makiz, Govo, sizlar qayerga mangdinglar? Men bu chaq izlarini bo'ylab menga yuribdiman-ku. Menmi shu? Menmi shu, biroq motosiklet o'xshamag'an 3 xil chaq izi qoldirib menish mumkin emas-da. Ha, qaraganda biz o'xshamagan 3 xil chaq izni bo'ylab menibdimiz. Bu izlarni cho'qim boshqa motosikletlar qoldirgan. Voyjon, siz bizga qaysi texnik guruhi iziga ergashsak bo'lganligini bilamsiz. Siz bilamsiz? Pek yaxshi bo'ldi. Bu tekrar gruppa 3 bulon. 3 bulon kvadrat. 3 bulon kvadrat. Mening sizgan guruh shakli bilan o'xshashmikan? O'xshash emas. Deganingiz to'g'ri. Leyli sizgan guruhida chambar bor. Biroq bu izda chambar shakli yo'q. Shunlashqa bu iz to'g'ri emas. Yana 2 tal iz qoldi. Har ikkala izda 3 bulon va chambar bor ekan. Qaysi iz to'g'ri izdi, ha? Hey, biz nima ishga sanab bakmaymiz. Lili sizgan guruhida qancha tal 3 bulon borligini sanayli. Ondan qaysi izda o'xshash sondagi 3 bulon borligini belgilab bo'ladi. Shundaqmi? Yaxshi amalkan Govo. 1 tal 3 bulon, 2 tal 3 bulon, ondan 1 tal chambar. Ha, biz endi izdagi 3 bulon sonini sanab bakayli. 1, 2, 3, 3 tal 3 bulon, ondan 1 tal chambar bor ekan. Ha? Bu izda 3 bulonning soni Lili sizgan guruh shaklinikidan jiqgan. Amsi yana bir iz qarab bakayli. 1, 2 tal 3 bulon, ondan keyin 1 tal chambar. 3 bulon, chambar. Ha? Men sizg'inim bilan o'xshashgan. Bu mushu izning to'g'riligini tushuntirib berdi. Bek qoldi oldi. Atrofdagilar, tezroq bu izga agishaylik. Iz yo'qolib ketdi. Motosiklet mingan odam motosikletni piyoda yo'liga yo'tkib o'tibdi. Ha, qaraganda motosiklet piyodalar yo'lida iz qoldirmabdi. U qayerga ketdi? Hey, usulchi baxtlikan. O balki motosikletni qayerdan topa oladiganligimizni bilish mumkin. Sizlar qayerga bormoqchi? Gapimni anglanglar. Men bilaman. Kichik chaqliq motosiklet muzeyxonada, biroq u o'mak klub tarafidan solab qo'yilgan. Ko'plagan klublarni ochqish bilan ochiqlab bo'ladi. Biroq bu klubga ochiqish ishlatish hojatsiz. Agar o klubda ochmoqchi bo'lsanglar, uning put barmoqni midirtib qo'ysanglar bo'ladi. Uning put barmoqi qizil, yashil, ko'k ranglik. Mening qo'l ishoratimga qaranglar. Qizilni bir qatam midirtinglar, ko'k rangni 2 qatam midirtinglar. Undan keyin yashil rangni bir qatam midirlarsanglar bo'ladi. Bu mening taklifim. Qizil, ko'k, yashil. Uning put barmoqni midirtinglar. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. Rahmat sizga usulchi maxluq. Bo'ladi, biz hozir kichik chaqliq motosikletning muzeyxonda ekanligini bildik. Uning ustiga bu motosiklet qulp shakllik maxluq tarafidan solinib qopti. Xulpa shakllik maxluqni ajratish uchun uning putini midirtishimiz kerak. Qizil, ko'k, yashil. Muzeyxonaga borguncha bizga bu ranglarning tartibini esingizda saqlab bera olamsiz. Siz qila olasiz. Bek yaxshi bo'ldi. Emis biz birlikda boshlaylik. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k, yashil. Qizil, ko'k. Biz keldik. Bu Chusmijaz Chango efendimning seriq rangli kichik chaqliq mototsikleti va qulp shakllik maxluq. Yaxshimisan, Govo? Mening sevimlik, nozik jiyani. Ha? Gilof tog'a, siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Men sizni bizda qanday hayron qoldirganligingizni to'tkizib kutyapman. Ha, bo'ladi. Men sen hozirlik ko'rsaman. Sen uni allaqachon tepib olsan. Sen ko'rsatmoqchi bo'lganim mana shu kichik chaqliq motosiklet. Siz bu motosikletni Chusmijaz Chango efendimdan setib olganmi? Shundoq. Ha? Bir masala bormi? Siz motosikletni xato yapsiz. Men xato yaptimmi? Bu men setib olgan motosiklet bo'lmay, kimning motosikleti bo'ladi? Ha? Bu Chusmijaz Chango efendimning motosikleti. Ha? Suyimlikim, men xato qilibdiman. Raslibek xato qilibdiman. Men bu motosikletni uning tezroq qaytarib beray. Biroq men bu qulp shakllik maxluqni ajratolmay qoldim. Endişqilmang Gilof tog'a, biz qanday qilishni bilamiz, shundaqmi? Usulchi maxluq bizga uning put barmoqni midirlasak bo'lganligini aytgan. To'g'ri, mushunga o'xshash. Grupplash usuli bo'lsa, qizil, yashil, ko'k. Yo'q, bu to'g'ri emas ekan. Men sinab boqaychi. Mushu
Yeşil, yeşil, kök, kök, qizil, yeşil, yeşil, kök. Bu mu xato aka? Sizning esingizni bormi? Ha? Hadi itmoqlik matematik ko'rsatish ekrani kelibdi. Menimcha u bizga cho'qim eskartib beradi. Qizil, ko'k, ko'k, yeshil. Qizil, ko'k, ko'k, yeshil. To'g'ri, dal shundoq. Bu dal bizga lozimli gruppa. Bo'ladi. Esimizni saqlab olaylik. Biz to'g'ri bo'lgan gruppa bilan qulp shakllik maxluqning put barmog'ini midriltaylik. Qizil, ko'k, ko'k, yeshil. Qizil, ko'k, ko'k, yeshil. Ko'k, yeshil. G'alaba qildik. Biz qulp shakllik maxluqni echib etdik. Yaxshi qildinglar, g'alati maxluq matematika atirdi. Tukandan keyin biz endi bu motosikletni tushmishaz Chango apandimga olib beraylik. Biz mangaylik. Men kichik chaqliq motosikletimni bak yaxshi ko'raman. U mening do'stim. Va, qaranglar, u bekli xush bo'lib ketdi. Menma? Bundaq bos bo'lmaydi. Mening mijozim doim chos. Doim. Balkim men bu qatim xush bo'lgandimmi? Men motosikletimni topdim. Hey, men bek xushal. Bu tarixdan bu yoqqa eng yaxshi motosiklet. Kilagovo, motosiklet chiqqan. Yaxshi qildinglar matematika atatidikilar. Biz kichikchalik motosiklet egasiga qaytarib berdik. Ko'pchilikning hammasi shunday xushal bo'lib ketdi. Hatto chusmijoz Chango apandimi xushal bo'lib ketdi. Biz gruppalashga oid bilimlarni o'rgandik. Shunlashqa biz g'alaba qildik. Albatta biz maxluqlarning usuli orqali alqish yangrtaylik. Hamma 3 sanayman. 1 2 3. Biz matematika bilimlarini g'alaba qildik.